Assalomu alaykum do'stlar. Bosh qurashtirish darsimizni so'zlab o'tsak, biz oldindan DIY bilan qismini qo'zg'ataylik. Bundan keyin oliyalar ko'chirish mashg'ulot qilamiz. Birinchi qadam so'zlaydigan mazmun bekatga hamkorlik e'lon rasm chiqarish bo'ldi. Ma'lumga o'xshash to'liq bir parcha cho'ng rasm, 3 parcha rasm, 4 parcha rasmni hamkorlik e'lon shaklida chiqaramiz. Biz qaraylik. Oldindan biz chuqur bunga birdan bir modul qatimiz, ya'ni ram qatimiz. Masalan, ama cho'ng bir parcha rasm chiqarish uchun buni 100% ramga, ya'ni 1,5 ram kichik olaman. Ramgadan birini tortib akirdim. Akirgandan keyin biz mau rasm qisqaga o'ringa ustiga hech qanday tema qo'ymaymiz. Shuning biz mau o'rindan tahrirlash holatini ustiga kelib mausni bir chaksak, chiqarish, mavzu, shakl, uchish qator turlar bor. Biz mau o'rindan mavzu degan turini tanlab etib, mau o'rindan uchirib etamiz. Bu nima desa, mushu yerda ko'rinadigan bilakninki mavzusi. Bu mavzuni o'ngga to'g'rilash, so'lga to'g'rilash, bu mavzuning yo'tkilishi. Miyaga qancha piksel yo'tkaysiz? Masalan, hozir buning hech qanday tanlama holatda butunlay o'ngga yo'langan holatda turdi. Masalan, biz ma'ning o'zini o'ngga deb tanlab, masalan 400 piksel qilib olsak, buning o'zi, ya'ni mayadagi bu yozmaning o'zi, masalan, men bir dona tema qilib saqlab boqay. Mana qaranglar, o'tirg'i keldi-ku bu. Masalan, yoziqni yo'tkash uchun ishlatiladigan qism. Mavu mavzuniki xətt şəkli. Məsələn, mavzundan xətninki çoğuşluğunu tanlaymiz. Məsələn, çoğuşluq ondan xətnin rəngi. Məsələn, burundan mavzunun rəngini qanday rəngə təşməsə, şu burundan rəngini tanlab bəsək buldu. Ondan keyin tag rəsm. Məsələn, mavu şu mavzunun asığa çıxan hər xil rəsmlərni çıxarışıldı. Məsələn, bulaqçan torunun yeşil rəngli qoy, yeşil rəngli rəsmini muşurunğa ismini yazıb birimiz. Məsələn, rəsmin adresini mavzunun kögüzüb birimiz. Mavzundan hər xil yeyiş şəkillərdə, köpüncü alətdə, toğrusu yeyiş alətdə. Bunu tanlab qoyumuz. Əgər bu, yəni biz nima rəsm işlətmək, özü rəngni işlətmək olsaq, məsələn, mən tanlab qoğanı ki, yeşil rəngni tanlab qoyub duray. Biz məsələn, mən qaraydıqan bolsaq, mavzunun rəngi özgərdi degan gap. Məsələn, hazırqılarının hamısını quruq tutay. Өчіріп әттім, әмманы әсі алты қайтырып өтәй. Болды. Әмді mən bunun bir parça ilar rəsm qısırma. Bu nədən qısırma? Bölək modulu qrupsunu açıb, bu orunun körgəzmi türü degen açma. Körgəzmi türünün tiniş biləklərini tanlab, mouse'u besib turğan ekan sirib əkilib, əslidəki közləkni işe qarasaq tölpəcək bəlgi payda oldu. Demək, bu şunun düşüdü degen gap. Tanlab qoyub etdim. Qoyub etsəm, bilək modulu öz avtomatik qozğaldı. Ma orunğa muşu bilək modulunun ismini qoyumuz. Mesela çoğun rəsmlik elan bolsun. Bu nima desa, bunun özü to'g'risi qo'yilgan bir parcha rasmlik elan. Şunu bunu çəkdim. Çəkəndən keyin qaraydigan bolsaq, yuqorida ikki ko'znak ochildi. Bunun birisi yiroq musobiq. Yiroq musobiq degan nima desa, shu rasmning adresini ham, bu adresini akirib chaplab qo'ysaqlam bo'ldi. Ya'ni biz chiqarish, masalan, ma'lumotlarga qo'yay, chiqarishga tanlagandan keyin ma'lumotni ko'rish degan bir dona tur ochildi. Biz bunu basak mana kompüterimizdeki resim önünde bir yerini tanlap birini de atıdı. Demek özümüz kompüterde var resmi şurunu bayram çıkırıp etsek buldu. Mav yeni öğrengiçlerine nispeten asıra koluna olsun. Mesela ben Irak musabılık degenge bir parça resimnin adresini yazıp qaray. Mesela boşluqninki ilanını işiltey hemen. Mesela bu kompüterimdeki var resmini çıkarmayayım. Şu mavrun adresine çaplı ettim. Qaranglar. Bundan keyin ma rasm olunishi. Rasm olunish degan nima desa, mush rasmning ustiga olib borgandan keyin birdan olinish bor. Masalan, maning o'zi hozir masalan bizninkidagi birdan tema olinadi. Mushunga ulanmoqchi bo'lgan adresni yozib kirgizib qo'yamiz. Masalan, men bir sinoq qo'yib qo'yay. Masalan, bu bizniki bevasa bo'shliq betimizga o'rinlanmoqchi, ya'ni bo'shliq mulozimatining bosh betiga ulanmoqchi. Undan keyin bu yerda o'linish eshitilish shakli yeng ko'znakda eshitiladi yoki mush betning o'zida eshitiladi degan tur. Yeng ko'znakda eshitilgan gap yengdan bir bet eshitiladi. Undan keyin rasmning cho'qishini tanlab beramiz. Rasmning cho'qishligi chuqum va chuqum 960 dan kichik bo'lishi kerak, bizga rasm qancha cho'ng bo'lsin mayli, lekin ma'lumotga chuqum mushuni yozib bersak bo'ldi. Odatda buni 955 qilsak eng muvofiq ekan. Egizligi 100. O'zimiz xohlagancha belgilaymiz. Asliq tartibidagi ma'lumotni sonliq ma'lumotlarni yangilash degan bir turi bor. 60 minut bir qatim yangilamaydi. Chuqum har minutda bir qatim yangilaydi. Shu ma'lumotdan 1 minut deb tanlab qo'ygan ma'lumotni vaqtida yangilash degan belgi urib o'tamiz. Jazmlashtirdik. Bo'ldi. Undan keyin mavzu deydi. Mush rasm ustiga chiqadigan mavzu. Ma bayab ramkadanki mavzusi, rasmning mavzusi.
Bunu tanlamadık. Mağrurun şu ben bunu neken kay düşündürüp oltamayım ha. Bayam düşündürüp koydum go. Cezimleştiriş. Bunu to'rtlashda ko'rdik. Hozir bu yerga yangidan bir e'lon rasm qo'shildi. Hozir buni shundoq qilib bossam, bu bizniki bo'shliq bosh betimizga o'rinladi. Hozir men debilarni saqlamadim, shunga chiqdi. Endi keyingi mazmun mushu yerga bir necha 4 pajlik e'lon rasmi qo'shtiramiz. Mislan o'zbeklar ramka. Buning uchun chuqur nima qilamiz? Eng oldin ramka qatimiz ismimiz tursin. Mayli har qanday bir bilak qilishdan ilgari chuqur ramka qatimiz, ha. Ondan sonra 3 bileklik bir tane resim e'lon o'rin chiqaray. Buni akib eng ostiga qo'ydim. Buning mavzusini qanday qilaman? Yo'q qilib o'tma. Mavzuni tanlab o'chirib o'tdim. Buni keyindan bilak. Mavzuni o'chirib o'tishga bo'ldi. Endi men bir nuqtani hozir deb qo'yay. Masalan, tinch bilak degan rasmga kiramizga tanladim. Akilib, mayadagi bilak belgisini chuqum yozamiz. Yozmasak buni saqlamaydi, ha. E'lon rasmi, bir necha e'lon rasmi bo'lgandan keyin shuni arashni men bir deb yozib qo'yay. Undan keyin bu yerdan qaysini tanlaymiz? To'g'risi rasm deganni tanlab etdim. Yuqori ko'znak ochildi. Masalan, kompyuterimda bor rasmni chiqarsam bo'ladi. Masalan, tanlab rasmni chiqaraman. Buni o'zinglar ishlatib boqinglar. Mening hozir qilmoqchi bo'lganim bu yerga men rasm chiqarmayman. O'zimda bor rasmni ishlatay, masalan. Mana unda buloqchan to'rniki e'lon rasmi bor. Buni adresini ko'chirib qo'yay. Astronomga nimani yozdik? Ulangan adres. Masalan, bu buloqchan to'rni ulansin. Demak, mushu rasmni bosqandan keyin ulangan adresni shuni ko'chirib qo'yamiz. Hozircha men mana bir qilib tushuntirib, bunday qanday tushundirmayman. Yangi ko'znak tezsin. Endi men 3 paj rasmni qanday qaraymiz desa, odatda mavu ko'znakning o'zi 960 kenglikda, 960 piksellik kenglikda. Buni 3 ga bo'lib mushurga olsak bo'ldi. Odatda 3 parcha rasm qilsaganda buning kengligi 300 qilsak muvofiq, egizligini 60 qilsak bo'ldi. Tanladik. Bu yerni qaysini tanlaydigan bo'ldik? Chuqur 1 minut bir qatim yanglab birsa, vaqtida yanglash qilib jazmlashtirish. Mana buloqchan to'rniki bir parcha e'lon qistirildi degan gap. O'xshash bo'yicha ma'lumotga yana bir parcha rasm qistiramiz. Qanday qilamiz? Tinch bilak so'rab akirdim. Undan keyin ma'lumotni qaysini tanlayman? To'g'ri rasm. Ma'lumotga bilak belgisini chuqur yozamiz dedim bayam. E'lon rasmi 2 bo'lsin. Ma'lumotga e'lon rasmininki o'zini akirsakmi bo'ladi yoki tanlab akirsakmi bo'ldi. Yazdık ma'lumotga adres o'rniga adresni yozamiz. Borunda yangi ko'znak ochilsin. Bayaq nechalab yozgan bo'ldik? 300 ma'lumotga 60. Ma'lumotdan 1 minutda bir qatim yanglab bergan tanlab vaqtni yanglashga yetdim. Yo'lladim. Demak, ikkinchi e'lon rasmimizmi shunga chiqdi degan gap. Endi ma'lumotga yana bir parcha e'lon rasmi qistirishga bo'ladi. Bo'ladi. Endi men buni qayta so'zlab o'tmayman. Demak, mushuni baynab qisqarsak bo'ldi. Endi men 4 parcha e'lon rasm qo'yib boqay. Masalan, bayanda o'tdim. Men bir butun bilakning o'zini 2 ga bo'ldim. Shundaq-ku. Undan keyin buni qanday qilaman? Bu bilakni yana o'xshashlam 2 ga bo'laman. Ben sal asaga tortib qo'yay. Undan keyin ma bilakni 2 ga bo'laman. Demak, hozir buning o'zi 4 ga bo'landi. Odat rasmning ustida mavzu chiqmaydi. Shunga mavzuni men o'chirib turay. Ama mavzuni o'xshashlar masalan qizdirangning o'zi bilak cho'ng ramkaning belgisi. Masalan mening o'zimni birdan ramkaning belgisi. Tanlab bu ramkadagi temani qanday qildim? O'chirib atdim. Bu o'ringa e'lon rasmidan masalan hozir qarab boqinglar mana. Ko'k rangli 2 danka takchi paydo bo'ldi. Ma tarafda 2 danka takchi paydo bo'ldi hozir. Qarab boqinglar, men mavzuni elib o'tay. Hozir bat yangilanayotdi. Bat qatib oldi. Darsimiz davomini keyingi soat davomida so'zlab o'tdilar. O'xshaldi bo'g'ay. Mana. Ma o'rnidan mavzuni tanlab o'chirib o'tdim.
Endi qaranglar mana. Mavrunda demek 2, mavrun 2 neçeden katıkçı payda oldu? 4. Yani burunga 4 tane ilan resmi koyuşuk oldu. İlan resmi qanday qo'yatdiq? Bilek modeli, burundan tinch bilekni akib, so'rab tashlab qo'ydik mana. Kichik lam chiqdi. Chiqqandan keyin mavrunga qaysini tanlaymiz? To'g'risiga rasm. Undan keyin burundan bo'shliqniki bir parcha ilan rasmi bor ekan. Mana qo'yib o'tay. Endi buniki 4 rasm bo'lganda odatda 215 qilib yozsak bo'ldi ekanligini. Bu yani necha qildigan bo'ldik? 60. İmkon bor ma'lumotga kichik rasmlarning egizligini 60 mu 50 mu qilib belgilasak bir qadar muvofiq qilib ko'rsatmasini yozing. 3 deb saqlayaptim. Qarab boqayli. Mana. Mavrunga bizningki bo'shliq mulozimlarimizning e'loni chiqdi. Demak, mushunda rasmda yana 4 mushurunga qo'ysak bo'ldi degan gap. Desep qadimdiki e'lon rasmi mush. Endi bu to'rlashlar buni ko'pincha boshqa bekatlarniki hamkorlik e'lonini qo'yishga ham o'z bekatining e'lonini qo'yishga mushuni baynab ishlasak bo'ldi. Darsimiz shagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.